Eronda Donald Trampning o'g'lining boshi uchun $10 million mukofot va'da qilindi. Sar-Osiyo Termiz yo'nalishidagi poyezddagi holat yuzasidan o'rganish boshlandi. Namanganda katerlar to'qnashuvi oqibatida 2 kishi vafot etdi. Ukraina AQSh va Yevropa bilan hamkorlikda urushni to'xtatish rejasini ishlab chiqdi. Zelenskiy. Toshkentda bolalarini ko'rgani borgan erkak kaltaklandi. Eron davlat ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Donald Trampning 20 yoshli o'g'li Barron Trampning o'limi uchun $10 million mukofot puli belgilangani haqida xabar tarqatdi. Bu haqda Euronews xabar berdi. Qayd etilishicha, Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bilan bog'liq Channel 3 telekanalida Barron Trampni qayerga va qanday o'ldirish kerak sarlavhali video lavha efirga uzatilgan. Unda Barron tahsil oladigan universitetning joylashuvi, AQSh maxfiy xizmati xodimlarining politsiyalar va uni kuzatib boruvchi avtomobillar haqida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Videoda noma'lum bir yosh ayol maxfiy xizmat qo'riqlovidan qochib, Barron Tramp bilan yashirin uchrashgani va u haqda ma'lumotlarni video mualliflariga yetkazgani aytilgan. Shuningdek, Barron shaxsiy muloqot uchun Xbox'dan foydalanish haqida da'vo qilingan. Euronews ushbu da'volarni mustaqil ravishda tasdiqlamagan. AQSh maxfiy xizmati esa himoyasidagi shaxslarga nisbatan tahdid sifatida qabul qilinishi mumkin bo'lgan har qanday materialni tekshirishni bildirgan. Bu Barron Trampga nisbatan Eron bilan bog'liq ilk tahdid emas. O'tgan oy Eron bilan aloqador videoda Barron Tramp va uning onasi birinchi xonim Melaniya Trampga tahdid qilingan edi. Yangi tahdidlar AQSh va Eron o'rtasidagi urush davom etayotgan bir paytda to'g'ri kelmoqda. Urush boshlanganidan beri Eron va AQSh tomoni o'rtasidagi keskinlik yanada kuchaygan. AQSh rasmiylari esa Eron yoki uning tarafdorlari amerikalik yuqori lavozimli shaxslarga qarshi qasos harakatlarini amalga oshirish mumkinligidan ogohlantirgan. Sar-Osiyo Termiz yo'nalishidagi poyezddagi holat yuzasidan o'rganish boshlandi. Sar-Osiyo Termiz yo'nalishida harakatlanuvchi poyezdda odamlar vagon yo'laklarida to'planib qolgani bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Bu haqda O'z temir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda holat aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lgandi. Unda vagonda sovutish tizimi ishlamayotgani, vagon ichida yoshi katta, yosh bolali, chaqaloqli ayollar ham borligi aytilgan. Rasmiy munosabatda qayd etilishicha, Sar-Osiyo Termiz yo'nalishida qatnovni amalga oshirilayotgan shaharlararo poyezd 4 ta yo'lovchi vagonidan iborat bo'lib, chipta o'rindiq joyi raqami ko'rsatilmagan holda, ya'ni joysiz sotiladi. Yo'lovchilar amalda chipta asosida poyezdga chiqadi hamda bo'sh o'rinlarga joylashadi. Har bir vagon 81 nafar yo'lovchi o'tirgan holda tashishga mo'ljallangan. Dam olish va bayram kunlari yo'lovchilar oqimining keskin ortishi sababli ayrim qatnovlarda gavjumlik kuzatilishi mumkin. Poyezd vagonlari yo'lovchilar uchun zarur qulayliklar bilan ta'minlangan. Jumladan yoz mavsumida sovutish, qish mavsumida esa isitish tizimlari uzluksiz ishlashini ta'minlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan holat yuzasidan mas'ul mutaxassislar tomonidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Yo'lovchilarga yanada qulay, xavfsiz va sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida zarur choralar ko'riladi, deyiladi munosabatda. O'z temir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati fuqarolarni tasdiqlanmagan va bir tomonlama talqin qilingan ma'lumotlarga emas, balki rasmiy axborot manbalariga tayanishga chaqirdi. Bundan bir necha kun avval Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov transport tizimidagi jiddiy muammolar, poyezdlar va vagonlardagi yomon sharoitlarni keskin tanqid qilgandi. Temir yo'lda umuman sharoit yo'q. Vagonga mingan odam Toshkentga borgungacha kasal bo'lib qolyapti. Na sovutish tizimi ishlaydi, na sharoit bor. Na bilet bor, na vokzalda sharoit bor. Sar-Osiyoga qatnaydigan Termizdan shahar atrofi poyezdlariga odam tashib bo'lmaydi uning ichida, degan edi viloyat rahbari. Hokim bu jarayonda transport prokuraturasi va mutasaddi idoralarning e'tiborsizligini keskin tanqid qilib, transport prokurorini holatga tomoshabin bo'lib turmaslikka chaqirgandi. Namanganda katerlar to'qnashuvi oqibatida 2 kishi vafot etdi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Sirdaryo daryosida sayr qilayotgan katerlar to'qnashdi. Hodisa oqibatida 2 fuqaro vafot etdi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 23 avgust kuni soat 19:55 da To'raqo'rg'on tumani Gulqishloq mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosida sodir bo'lgan. To'qnashuv oqibatida bir kishi voqea joyida halok bo'lgan. Yana bir fuqaro tan jarohati olib shifoxonada vafot etgan.
Holat yuzasidan mas'ul idoralar tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ukraina AQSh va Yevropa bilan hamkorlikda urushni to'xtatish rejasini ishlab chiqdi. Zelenskiy Rossiya jangovar harakatlarni davom ettirishga va'da berayotganiga qaramay, Ukraina va AQSh yevropalik hamkorlar bilan birgalikda urushni to'xtatish bo'yicha bir qator takliflar ishlab chiqdi. Times nashrining yozishicha, bu haqda 23 avgust kuni Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyev ushbu reja ustida AQSh prezidenti Donald Tramp vakillari va Yevropa rasmiylari bilan birga ishlagan. Reja o't ochishni to'xtatishni, Rossiya va Ukraina qo'shinlarini front chizig'idan o'zaro olib chiqib ketishini hamda bufer hudud yaratishni ko'zda tutadi. Bizga ma'lum bo'lishicha, Amerika tomonidan yana bir nechta g'oya bor. Ular bu g'oyalarni taqdim etish uchun qulay fursat topmoqchi. Biz ularni kutmoqdamiz, deb qo'shimcha qildi Zelenskiy. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, 24 avgust kuni Rossiyaga Vatikan diplomati Paul Richard Gallagher tashrif buyurgan va ushbu takliflarni yetkazishi mumkinligini taxmin qilinmoqda. 25 avgust kuni u Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Biroq jurnalistlar ta'kidlaganidek, Rossiya ilgari ham bunday takliflarni rad etgan. Shu sababli muzokaralarda jiddiy natijaga erishish umidi pastligicha qolmoqda. Yaqinda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya urushni hozirgi front chizig'i bo'ylab to'xtatishga rozi bo'lmasligini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu natsizmni yenggan bobolar jasoratini qadrsizlantirgan bo'lardi. U jangovar harakatlarni to'xtatishga faqat uzoq muddatli, ishonchli va barqaror kelishuv sharti bilangina erishish mumkinligini qo'shimcha qilgan. Toshkentda bolalarini ko'rgani borgan erkak kaltaklandi. Toshkent shahrining Sergeli tumanida sobiq turmush o'rtog'ining uyiga farzandlarini ko'rgani borgan erkak do'pposlandi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta shaxslar tomonidan bir fuqaroga tan jarohat yetkazilayotgani aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 9 avgust kuni 1991-yilda tug'ilgan erkak sobiq turmush o'rtog'i, ya'ni 1997-yilda tug'ilgan ayolning Sergeli tumanida joylashgan uyiga farzandlarini ko'rgani borgan. Shu vaqtda uning oila a'zolari bilan o'zaro mojaro yuzaga kelgan. Natijada 1965-yilda tug'ilgan fuqaro va 1992-yilda tug'ilgan erkak ayolning sobiq turmush o'rtog'ini urib, unga tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Sergeli tuman ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanishi ta'kidlangan.